Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchi. Bugun sizlar bilan Adset platformasiga ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda Google'ga adset.uz deb yozasiz va birinchi chiqqan saytga kirasiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana shu dashbord telefoningizda ham, veb qurilmangizda ham, kompyuter noutbugingizda ham hammasi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Siz hisob yaratish uchun bepul boshlash tugmasini bosasiz va bu yerda to'liq ismni yozasiz. Misol uchun men Hoji Akbar deb yozdim. Xo'p, email manzilini kiritasiz. Email manzilingiz o'zingizning email manzilingiz. Xo'p, telefon raqamingiz. Xo'p, endi siz parol o'rnatishingiz kerak. Parol minimal 8 ta harf sonidan iborat bo'lishi kerak. Misol uchun men o'zimga parol yaratib olaman va ro'yxatdan o'tishda boshlaysiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng sizni mana shunday dashbord kutib oladi, ya'ni platforma dashbordi. Bunda hali Facebook ulanmagan. Facebook ulashlari ham sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda biz Facebook akkauntimizni ulab olishimiz kerak bo'ladi. Bu platforma 100% Facebook bilan o'sha integratsiya qilingan. Ya'ni sizni Facebook akkauntingiz qanday bo'lsa, xuddi shunday platformaga ulanadi. Misol uchun meni Hoji Akbar Ravshanov sahifam Facebookka ulandi. Ya'ni bu yerda ko'rishingiz mumkin ulanishlarda Facebook qurilmangizni ham ulashingiz bo'ladi. Endi men Facebook ulab, dashbord orqali shu oydagi o'sha xarajatlar, barcha testoviy tahlillarini ko'rishim mumkin. Ya'ni ko'rib turganingizdek, oxir marta kompaniyaning rasmli target va bu yerda shuncha pul sarflangan. Hammasi platformani vizual ko'rsatish uchun sarflangan. Va siz o'zingizning Facebook akkauntingizni ulab, bemalol ishlatishingiz mumkin. Facebook akkauntingiz 100% himoyalangan. Har bitta ma'lumotingiz, har bitta maxfiy ma'lumotingiz himoyalangan bo'ladi. Faqatgina buni siz o'zingiz bila olasiz. Bu yerda oxirgi 7 kun, oxirgi 30 kunlikdagi har xil statistikalarni ko'rishingiz mumkin va bu yerda statistika bo'limida siz aynan o'sha kompaniyaga oid statistikalar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda oxirgi 7 kun ichida ko'rsatkichlar, ko'rishlar, bosishlar, CPL, CPS hammasini ko'rib borishingiz mumkin. Va kompaniyalar, hattoki siz Real Ads Manager'dagi akkauntlaringizni, ya'ni mana bu kompaniyalaringizni ishga tushirishingiz mumkin. Misol uchun men hozir testbotni ishga tushiradigan bo'lsam, hozir bu testbot Ads Manager'da ham 100% ishlagan bo'ladi. To'xtatmoqchi bo'lsam va bu yerda to'xtaydi. Xo'p, byudjetingizni ko'rish mumkin. Aynan biz sizga ulangan kompaniyalaringizdagi byudjet hisobini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun meni byudjet hisobi mana shu tashkil qiladi. Oylik sarflangan $178. Xo'p, lidlar bo'limi. Hozircha lidlar bo'limi ishga tushgan yo'q. Ya'ni bu Facebook tasdiqlash jarayonida turibdi. Xo'p, AI yordamchi. Mana shu AI yordamchida siz bemalol o'sha savol berishingiz mumkin. Bu AI agent to'liq Facebook va sizni dashbordingizga integratsiya qilingan bo'lib, faqatgina siz haqingizdagi ma'lumotlarni yubora oladi. Misol uchun, menga bugungi natijani yubor desangiz, sizga to'liq chatbot hamma ma'lumotlaringizni yuboradi sizga. Mana ko'rib turganingizdek, 7 kunlik aylanma, oylik aylanma hali kiritilgan yo'q. Faqatgina 7 kunlik. Buni platforma yangilash jarayonida to'liq oylik davriy hisobotlarni ham kirgizishimiz mumkin va bu yerda siz reklama yoqqaningizdan so'ng, misol uchun buyruqlar berasiz. Chatbotga buyruq bersangiz, u sizni buyruqlaringiz asosida ishlaydi. Misol uchun CPL $5 ochsa xabar ber. Hozirgi statistikamni ayt. Hozirgi statistikangiz mana shuncha ko'rsatib turadi. Misol uchun CTR ogohlantir. Uje bu yerda qoidalarim, suhbatlar tarixi, qoida yaratasiz chatbotga va sizda CTR 1% dan past bo'lsa, sizni ogohlantiradi. Buni o'chirishingiz ham mumkin bemalol. Va bu yerda siz chatbot bilan suhbatlashgan tarixlar saqlanadi. Bu platformaning eng afzal tarafi o'sha chatbot bilan bemalol aloqa qila olishingiz. Hop, bildirishnomalarda siz platforma admin tomonidan yuborilgan xabarlarni ko'rishingiz mumkin bemalol. Ulanishlar bo'limida e'tibor bering. Bu ulanishlar bo'limida Facebook hisobingiz ulangan. Endi siz Facebook, misol sizda mijozingiz bo'lsa, mijozingizga real tahlilni yubormoqchi bo'lsangiz yoki real tahlilni yubormoqchi bo'lsangiz, mijozingizning o'zi o'sha Telegram bot orqali xabar topishi mumkin. Misol uchun bu yerga Telegram bot qo'shamiz. Telegram botda bu yerda tokenni kiritishimiz kerak. Tokenni biz mana shu bot fazer orqali, ofitsial bot fazer orqali olamiz. Ya'ni new bot bosamiz. Misol uchun Ads Manager, Ads
Xo'p, mana shunday bot yaratganingizdan so'ng sizga bot maxfiy token beradi va mana shu maxfiy token orqali siz uni dashbordga yuklaysiz. Yuklaganingizdan so'ng qo'shasiz. Qo'shganingizdan so'ng platforma sizning bot tokeningizni qabul qilib, to'liq sizga mana bu yerda Facebook ulangan, Telegram bot ulangan, ulanishlar bo'limida esa botni to'liq mana shunday Ads Manager sizning botingiz, botni ham Ads Manager ulangan vaqti bilan hammasini ko'rsatib turadi. Va xavfsizlikka e'tibor bering. Barcha ulanishlar IS-256 shifrlash bilan himoyalangan bo'ladi. Maqsadimiz o'sha Facebookda ulangan faqat reklamalar, ma'lumotlarni o'qish huquqi so'raladi. Albatta bunga Facebookning o'zi ruxsat bergan bo'ladi. Va siz endi botni ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ads Manager botga start bosasiz. Start bosganingizdan so'ng sizga xabar keladi. Ya'ni adset ulangan integrator. Yana bu yerda siz kompaniyalarni ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsiz, kompaniya ma'lumotlari va statistikaga kirishingiz mumkin. Statistika 7 kunlik statistikangiz mana shunday CTR, CPL hammasini ko'rsatadi. Yaqinda platformani yanada yangilab, bu metrikalarni ko'paytiramiz. Sozlamalarni ko'rishingiz mumkin. Byudjetingiz va lidlar. Lidlarda hozircha Facebookda o'zi tasdiqlangancha lidlar ko'rinmaydi, lekin yaqin kelajakda Facebook bizni platformamizni ro'yxatdan o'tkazib, o'zini o'sha tizimlarni tasdiqlab bersa, lidlar bemalol ko'rinishi mumkin albatta. Ya'ni ko'rib turganingizdek bu Adset platformasi maqsadimiz o'sha mijozlaringiz bilan o'rtangizdagi ishonchni mustahkamlash va ish samaradorligingizni yanada oshirish va umumiy dashbordda AI tahlil bor. AI tahlilni bossangiz sizga bugungi natijalarni tahlil qilib beradi va ko'rib turganingizdek prognoz ham qilib beradi sizga. Prognoz shu tezlikda davom etsa, bir haftada 0 ta lid keladi, lekin 12 dollar sarflanishi mumkin. Agar shu holatda davom etsa, 12 dollar sarflanib, lidlar 0. Ya'ni ogohlantirishlar beradi sizga. Umumiy olganda mana shu AI tahlil juda ham kuchli ishlaydi. Har bitta kompaniyani AI tahlilini qilishingiz mumkin. Byudjetni AI tahlilini qilishingiz mumkin. Byudjetni tahlil qilishingiz mumkin. Misol uchun tahlil qilsangiz, sizga byudjetingizni to'liq tahlil qilib beradi. Tavsiya: rasmni target kompaniyasiga e'tibor berish va byudjetni qayta taqsimlash kerak, agar u samarali bo'lsa. Misol AI yordamchi orqali to'liq o'sha mana shu dashbordingizni nazorat qilishingiz mumkin va yangi chat boshlashingiz ham mumkin bemalol. Mana bu joydan esa o'sha Facebookda o'sha til sozlamalarni amalga oshirishingiz mumkin. Hammasi mukammal va tezlikda ishlaydi. Tungi va kunduzgi rejim albatta sizlar uchun. Va siz istagan paytingiz bemalol Facebook hisobingizni uzib qo'yishingiz mumkin. Bunda hech qanday zarar yo'q. Faqatgina shu dashbordga, statistikaga, kompaniyalar bo'limiga o'tsangiz, sizdan Facebookingizni ulashda so'raladi. Va bu botni ham o'chirib tashlasangiz bo'ladi bemalol. O'chirsangiz to'liq ulanishlarda hech qanday hisob ulanmagan bo'ladi va uni qayta ulashingiz mumkin bemalol. Umumiy olganda barcha platforma haqida tahlilimiz, platforma haqida tushunchalarga ega bo'lgan bo'lsangiz, xursandman. Mana shu platformadan foydalaning, bemalol ishlatishingiz mumkin.